kelin salomgacha bo'ldi. O'zbeklarning Koreyadagi to'yi haqida aytib beraman bugun. Bizni sevgimiz boshqacha, bilib qo'ysinlar, sevishaylik 100 yoshgacha. Kuyib bo'lsinlar, kerakmas mol-u dunyosi, qursin dunyosi, sevdim uni tovonimdan boshgacha. Bizni sevgimiz boshqacha, Oh, bilib qo'ysinlar, sevishaylik 100 yoshgacha. kuyib bo'lsinlar, kerakmas mol-u dunyosi, qursin dunyosi, sevdim uni tovonimdan boshgacha. Yaqinda bo'lgan to'y haqida juda ham ko'p savollar kelgan ekan. O'zbekmi yo'qmi deb kelin salomgacha bo'ldi. O'zbeklarning Koreyadagi to'yi haqida aytib beraman bugun. Juda ham fayzli bo'ldi. На самом деле я тоже очень мечтаю. Mana shunaqa скромный, kichkinagina yaxtada spaydi bo'ldi. Kuyov bola bilan kelin bolaga baxt tilashdan boshqa gap yo'q menda to'g'risi. Juda ham нежный bo'ldi. Yana eng qizig'i Maldiv oroliga o'xshaydi. Prям dengiz bo'yidagi otelda 10-etajida shunaqa to'yxona bor ekan, o'shani arendaga olishgan ekan. Kelin va kuyov taraflariga stol yozilgan. Kuyov kimligini so'rasanglar, men eng ko'p boradigan o'sha Ayla kebabni rahbari. Kelin bola esa to'g'risi aytsam Nur orqali tanishib qolganmiz desam bo'ladi. Yaqin dugona opa deb aytsalar ham bo'ladi. Eng qizig'i Ayla kebab boshliqlari va u opam bilan birgalikda tanishib qolganmiz. Ya'ni ikkalasini bir-biri bilan to'y bo'lishini даже men tasavvur qila olmaganman. Lekin qaysidir o'xshash jihatlari bo'lgan. Juda ham bir-biriga o'xshashadi. Na samom деле juda ham chiroyli parочка. Shunaqa qilib, ish qilib kelin taraf ham, kuyov taraf ham mana asoba taklif qilishdi. O'zi avgust oyida O'zbekistonda to'ylari bo'lib o'tishuvdi. Koreyadagi tanishlari, do'stlari uchun alohida qilishdi. Juda ham chiroyli bo'ldi. Kelinning ko'ylaklari ham ikkita obraz bo'ldi. Bizni aytsam kelin dugonasi emas edim, lekin faqat yonlarida yurdim, chunki u yerda umuman tanishim yo'q edi. Tamam, bir ikkita Instagram tanishlar yoki biror joyda yig'ilish bo'lganda borib ko'rishib qolgan Busani a'zolari bor edi. Busa bu o'zbek studentlarini Busandagi shunaqa bir organizatsiyasi, juda ham katta tadbirlar qilishadi. Shunaqa qilib to'ydan yana lavhalar juda ham ko'p qo'yib ketaman. Ayniqsa stol va shashkarni bo'ldi. Kuyovning onalari va akalarning ayollari qilishgan ekan, shunaqa zo'r salatlar qilishdi, вообще нереально. Hali keklarni yeyishga ulgurmadim, chunki to'g'risi kelin bilan o'ra bo'lib biz umuman anaqa qila olmadik, lekin salat yedik. Shunaqa fonni qaranglar, yuzimni qaranglar. Natural yuzim shunaqa hozir hech qanaqa effekt. Ertalabdan lagomdan pedlarni ishlatganman. Dablodan spray, serum. Orada kosmetikani ham reklamasi bo'lib ketdi. Reklama emas bu. Na samom деле o'zi yuzingizga nima qilib so'raysizlar, nima deydi, yuzingizga nima ishlatasiz deganlar uchun. Краткий такой обзор. Bir kun borib разговорный meykap video olishim kerak. Shunaqa. O'zimcha masterkalarimni ham shunaqa bugun kun bo'yi faqat shunaqa obzor oladigan bo'ldim. To'yda yana ham ko'p lavhalar reels chiqadi. Eng вообще прям shokiruvchi joyi kelinning onalari kelishgan, kuyov tarafdan ham ota-onalari, akalari, ukalari shu ekan. Ularni ham hammaligiga chaqirishgan. Menimcha zo'r bo'lsa kerak, chet elda to'yda ota-onalar ishtirok etsa. Koreyaga endi viza juda ham masalasi qiyin bo'lganligi uchun ozgina taklif qilish masalalari qiyin bo'lishi mumkin. No, agar harakat qilsa o'xshaydi, mana ko'rdinglar. Shunaqa kattalar bor, to'y boshqacha bo'ladi. Mana oldingi videoya rus va koreys kelin va kuyovni to'ylari edi va uni reelsi 1,600,000 dan oshib ketdi. Endi bu safar qani o'zbeklarimiz aktiv ko'rsatsa, o'zbeklarning Koreyadagi to'yi necha million prosmotr olishini ko'ramiz. Tilaklaringlarni bemalol o'sha reelsni yoki mana shu videoni tagiga yozib qoldirsanglar, kelin va kuyov o'xshadi обязательно. Hammaga shunaqa chiroyli juftini topib, shunaqa zo'r to'y qilishni niyat qildim, orzu qildim deylik-ku. Eng qizig'ini aytaymi? To'ydacha yana anaqaga so'zga chiqdim, mak bo'lib qoldim. U mak videoyimni ko'rasizlar. Yaqinda uni ham obzorini qilib beraman. Так что onalar yoki qancha yorib. Buni hammasini chamagini yozish kerak, ekan subtitrlarni. Bu videoni tagiga juda ham ko'p aktiv qilsanglar, ham zo'r video chiqaraman.